Iblisning faylasuflar fikrlarini aldashi haqida. Mana shu birinchi qism. Navbaxtiy aytadilar rahimahulloh. Johillardan bir firqa narsalarning o'zida bitta haqiqat yo'q, balki ularning haqiqati har bir qavmning e'tiqodiga ko'ra deb da'vo qildi. Masalan, asal. Sariq safro kasalligi bor kishiga achchiq bo'lib tuyuladi. Boshqalarga esa shirin bo'lib tuyuladi. Tushunyapsizmi? Masalan, asalni kasalga uchragan odam yesa, unga achchiq. Lekin sog'lom odam yesa, unga shirin. Shundan kelib chiqib, ya'ni insonlar narsalarning o'zida bitta haqiqat yo'q. Balki ularning haqiqati har bir qavm yo e'tiqodni dunyo qarashidan kelib chiqib da'vo qilinadi deyilyapti. O'z tushunlaringizmi? Ha. Ya'ni bu yana filosofiya. Sodda qilaylik, qarang. Bu yerda aytilayotgan guruh haqiqat bitta emas. Masalan, haq bitta bo'lmaydi. Har kimning fikriga qarab o'zgaradi. Ya'ni ularning fikricha bir narsa kimgadir to'g'ri, boshqa odamga noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bir odam choyni juda shirin deb hisoblasa, boshqasi juda achchiq deb hisoblaydi. Ular shundan kelib chiqib, haqiqat ham odamlarga qarab o'zgaradi deyshadi. To'g'ri fikrmi shu? Ha, endi hozir u yoqqa o'tamiz bizlar. Hozir sekin bularni adashgan joyi, filosofiyalar adashgan joyi aqllarni chuqur ishlatishni boshladi-ku, g'uluga ketishni boshladi-ku. Mana shu yerdan keladi. Haq bitta. Chunki deb mana boyagi misol asal, choy, u bu deb go'yoki sizni o'zingizda haqiqatingiz bor, mana o'zimda haqiqatim bor. Deb sekin-sekin Qur'onga ham, hadisga ham shak, mana shu shubha, haqiqat emas deb kirishib ketishdi. Hozir bitta ko'ramiz. Yana ular aytadilar, shuningdek olam uni qadimiy deb e'tiqod qilgan kishining nazdida qadimiy, uni yaratilgan deb e'tiqod qilgan kishining nazdida yaratilgandir. Bu ham to'g'rimi? Demokratiya. Qarang, agar bir odam olam azaldan bor deb ishonsa, u uchun shunday ekan. Agar olam yaratilgan deb ishonsa, u uchun shunday ekan. Ya'ni olamda, ya'ni ularning fikricha haqiqat inson ishonchiga bog'liq deb kelyapti.